Ro'zaning foydalari. Ro'zaning foydalari shu qadar ko'pki, gapni qay birdan boshlashni ham bilmaydi odam. Ro'za oxiratning bebaho sarmoyasi. Shu bilan birga uning bu dunyoda insonga keltiradigan manfaatlari juda ko'p. Qisqasi, ro'za ikki dunyo saodatining kalitidir. Keling, shu o'rinda ro'zaning naqd foydasi haqida ikki og'iz gaplashaylik. Bir oy tugal ro'za tutgan odam tani va ruhidagi ijobiy o'zgarishlarni teran his etadi. Tibbiyot olimlari allaqachon ilmiy isbot qilishganki, ro'za ichki va tashqi a'zolarni muhofaza qiladi. Zararli moddalarni chiqaruvchi cho'kindilardan himoyalaydi hamda organizmning salomatligiga monelik qiluvchi mikrob va bakteriyalardan xalos etadi. Shifokorlar ro'zaning salomatlikni mustahkamlash bobidagi foydalarini ko'p gapirishgan. Ro'za oshqozon va ichaklarni ortiqcha chiqindilardan tozalaydi. U tufayli hazm qilish tizimi ma'lum muddat orom oladi. Ba'zi xastaliklarning davosi faqat parhez bo'ladi. Ro'za esa parhezning bir turi, hatto undan ham ustun. Ichak va yo'g'on ichaklarda surunkali yallig'lanishi bor bemorlar hamda jigar xastalar iftor vaqti ko'p taom tanovul qilishmasa, ro'zaning foydasini sezishadi. Ba'zida qichima kasali borlar ro'za sharofatidan tuzalib ketadilar. Chunki ro'zada taomlanish bir tartibga tushganidan qichish sabablari yo'qoladi. Ro'zaning asab tizimiga foydasi katta ekan. Doktor Muhammad Abu Shawq Ro'za va asab tizimi nomli risolasida shunday deydi. Ro'za nafs va ruhni poklaydi, qiyinchiliklarga chidash hamda kambag'al va muhtojlarga mehr ko'rsatishni o'rgatadi. Shahvatlarga berilishdan qaytaradi. Nafsni muomalada rostgo'ylik, omonatdorlik, g'azab qilmaslik, o'ch olmaslik kabi xulqlarga erishtiradi. Ularning barchasi insonga tinchlik, muhabbat va poklik ruhini beradi. O'z navbatida bu asab tizimiga ta'sir ko'rsatadi. Organizm asab tizimiga qarab sokin bo'ladi yoki qo'zg'aladi. Asab tizimi tinch emas ekan, qolgan a'zolar ham bir maromda faoliyat ko'rsatmaydi. Bu hikmatni qarang, ro'zadorni inson suratidagi farishta qilib qo'yadi. Bu bilan uning o'zi saodatmandlikka erishadi va o'zgalarni ham baxtli qiladi. Gapida davom etib, u yana bunday deydi: "Ey asabi taranglik va charchoqlik, uyqusizlik, tushkunlik hamda shu kabi kasalliklardan qutulish maqsadida shifokorlarga qatnab yuruvchilar, agar ro'za va uning sizlarga bergan yaxshiliklarni mahkam tutganingizda uzluksiz davolanishga ehtiyoj sezmasdingiz.